Assalomu alaykum futbol ixlosmandlari, e'tiboringiz markazida futbol dunyosi hamda dunyo futbol ro'y bergan eng so'nggi yangiliklari bilan O'zbek futbol kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Qadrli do'stlar, mana shu kichik mehnatimni qadrlagan holda ushbu kanalimizga bir dona like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Siz uchun arzimagan bu ish biz uchun juda ham muhim. Qadrli do'stlar, bizning kanalimizda hech qanday pornografik yoki qimmatga targ'ib qiluvchi reklamalar chiqmaydi. Shuning uchun iltimos obuna bo'lib bizni qo'llab-quvvatlashni unutmang. Biz esa bugungi dasturimizni boshladik. Qadrli do'stlar, ajoyib xabar. Eldor Shomurodovga Yevropa futbolidagilar qiziqish bildirmoqda. Turkiya futbolini yoritib kelayotgan nufuzli manbalardan biri xabarlar.com sayti ekspertlari Superliganing yangi mavsumida o'zini ko'rsatayotgan yangi do'stlar, agar siz futbolni faqat tomosha qilish emas, balki uni kasbga aylantirishni xohlasangiz, men sizlar uchun maxsus e-book tayyorladim. Uning nomi Futboldan yashash. Bu qo'llanmada O'zbekistonda futbol orqali qanday yo'l qurish mumkinligi tushuntirilgan. Futbolchi, murabbiy, scout, agent, video analist, big data analist, content yaratuvchi yoki akademiya egasi bo'lish yo'llari. E-book 97 sahifadan iborat va ichida amaliy maslahatlar, xatolar va boshlash uchun aniq qadamlar bor. Futbolni shunchaki tomosha qilmang. Uni kasbga aylantiring. Havola video tavsifida bo'ladi. Yangi o'yinchilar haqida ma'lumot chiqardi. O'tgan yozda Turkiya chempionatiga Yevropaning kuchli ligalarida porlagan bir necha yulduzlar qo'shildi. Ular turk jamoalaridagi debyut mavsumidayoq yuqori samaradorlik qayd etayotgani bilan muxlis va mutaxassislar nazariga tushdi. Yurtimiz Eldor Shomurodov va Asensio e'tiborini tortdi. O'zbekiston milliy terma jamoasi sardori va eng zo'r to'purari Eldor Shomurodovning Romani tark etib, Istanbulning Başakşehirga ko'chib o'tgani ham favqulodda omadli transfer bo'lib chiqdi. Turk klubi 30 yoshli hujumchini keyinchalik sotib olish huquqi bilan bir mavsum uchun 3 million yevro to'lab ijara shartnomasini shakllantirgan edi. Eldorning samarali o'yinlari tufayli Başakşehir transfer masalasini hal qilishni yozga qoldirmadi. Yanvarda bu klub qolgan 2,7 million yevroni to'lab transferni to'liq yopdi. Eldor Shomurodov esa Turkiya chempionatining eng samarali o'yinchilaridan biri hisoblanadi. Superliganing 23 ta uchrashuvida 16 ta gol urib, 4 ta assist qayd etgan legionerimiz gol plus pas tizimi bo'yicha eng ko'p 19 ball to'plagan. Yulduzli onlarni Realda o'tkazgan mashhur hujumchi futbolchi Marco Asensio ham Turkiyadagi debyut mavsumida o'z sardorligi bilan muxlis va mutaxassislar e'tiborini qozondi. Realdan keyin Aston Villa va Paris Saint-Germainda faoliyat yuritgan ispaniyalik charamtop ustasi o'tgan yozda Fenerbahce safiga qo'shildi. Istanbulliklar bu o'yinchi transferi uchun Paris Superligasiga 7,5 million yevro to'ladi. Katta tajriba egasi bo'lgan Marco Turk ligasiga tez moslashdi va dastlabki 19 ta uchrashuvda 11 ta gol va 8 ta assist muallifi bo'ldi. Yana porlayotganlar bor. Yuqorida nomi va statistikasi keltirilgan 3 nafar asosiy yulduzlar chempionatning haqiqiy kashfiyoti bo'ldi. Biroq ulardan tashqari ham o'z mahoratini namoyish qilayotgan liga debyutantlari ham bor. Xususan 24 yoshli albaniyalik hujumchi Erentis Muji Turkiyada o'ziga mos jamoa topganini ko'rsatdi. Aslida 2024-yilning yozida Polshaning Lega klubidan Beshiktoshga o'tgan futbolchi kutilgan natijalarga erisha olmagan edi. Joriy mavsum boshida u Trabzonsportda ijara asosiga o'tdi va 20 ta uchrashuvda 10 ta gol va 3 ta assist qayd etdi. Trabzonsportning yana bir legioneri braziliyalik Felipe Aguesto o'z yurtiga Corinthians va Belgiyada Selkas Brugge faoliyatidan keyin 5 million yevro evaziga turk klubiga o'tgan edi. Birinchi mavsumning o'zidayoq chempionatning 22 ta uchrashuvda gollar sonini 10 taga yetkazib oldi. Gaziantepning Stanlovi ham samarali bo'lib chiqdi. Gaziantepliklar mavsum oldidan Fransiyaning Lille klubidan greniyalik Muhammad Bayoni ijaraga olgan edi. Bu futbolchi yangi jamoasiga 18 ta uchrashuvda 10 ta gol urib berdi. Nihoyat Superliganing eng mashhur yulduzi Viktor Osimhen navbati edi. Nigeriyalik yulduz o'tgan mavsum Galatasaray tarkibida ijarada o'ynagan edi. Turk klubi ishonchini oqlagan yulduzni o'tgan yoz Napolidan 75 million yevroga to'liq sotib oldi. Natija esa chakki emas. Osimhen Superliganing 10 ta uchrashuvda qatnashib 9 ta gol urib berdi va 3 ta golli pas uzatdi. Qadrli do'stlar, shaxsan men Eldor Shomurodovning har bir o'yinini jonli efirda tomosha qilib kuzatib boryapman. Eldorning va Abbosning o'yinlari shunchaki juda ham ajoyib. Hozirda hamyurtlarimiz ajoyib o'yin ko'rsatishmoqda. Ma'lumot uchun, hamyurtimiz Eldor Shomurodov va Abbosbek Fayzullayevning navbatdagi o'yini kelayotgan shanba kuni bo'lib o'tadi. Qadrli do'stlar, agar hamyurtimiz Eldor Shomurodov va Abbosbek Fayzullayevning bundan tashqari Abduqodir Husanovning o'yinlarini ham jonli efirda ko'rmoqchi bo'lsangiz, sizlarga maxsus
maxsus Telegram kanalimizni qoldiraman. Telegram kanalimizga kommentariyada yozilgan silka orqali o'tishingiz mumkin yoki bo'lmasam Telegram kiruv joyiga Sport Plus YouTube so'zini kiriting va Abduqodir Husanov nomli kanalimiz kelib chiqadi. Kanalimizga o'tib obuna bo'lib qo'ysangiz, shanba kuni bo'ladigan Başakşehir va Konyaspor o'rtasidagi uchrashuvni jonli efirda Telegram kanalimizda birgalikda kuzatib boramiz do'stlar. Qadrli do'stlar, xabaringiz bo'lsa kerak, Turkiyada to'p surgan Arda Güler ham Real Madridga transfer qilingan, ya'ni bu degani katta ehtimol bilan Abbosbek Fayzullayev, Eldor Shomurodov Real Madrid, Juventus, PSG yoki Barselona kabi top jamoalarga transfer qilinishi mumkin. Agar hamyurtlarimiz mana shunday o'ynashda davom etsa, albatta mana shunday jamoalarga transfer qilinadi, biroq u jamoalarda hamyurtlarimiz zaxirada qolib ketish ehtimoli juda ham katta. Chunki bilamiz, Eldor Shomurodov Romada o'ynagan paytlari gol ursa ham, assist bersa ham, ajoyib uchrashuvning eng zo'r futbolchisi bo'lsa ham har doim ikkinchi darajali o'yinchi bo'lib qolgan. Nima deb o'ylaysiz do'stlar? Hamyurtimiz Eldor Shomurodov va Abbosbek Fayzullayevlar Başakşehirda to'p surgan yaxshiroqmi yoki Yevropa futboliga o'tib ketganmi? Mana shu gapimga o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoling. Barcha fikrlarni o'qib chiqaman. Mana do'stlar, bugungi videoda yetkazmoqchi bo'lgan yangiliklarimiz mana shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. O'zbek futboli kanalimizdan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar. Kanalimizga albatta obuna bo'lib qo'yasiz degan umiddaman. Medipol çekti topu. Fayzullayev dokundu. Serke bıraktı. Kemen vurdu. 78. Fayzullayev geliyor. Fayzullayev geldi. Ortayı yaptı. Teslim bir korner. Uzak direğe. Serra Başakşehir'i deplasmanda 1-0 öne geçirdi. Feyzullayev. Shomurodov hareketlendi, uzak top. Savunma arkasına sarktı, sürpriz bir isim. Benissimo Olivetti. Kemen'den sağ kanada pas. Fayzullayev baktı içeriye. Yaptı. Çok şık 14. dakikada aralanıyor. bir alan var. Operi kendi gidiyor. Orta içeriye iç topla buluştu. Onun ortaya çevirdiği top. Medipol Başakşehir. Başakşehir Futbol Kulübü Boluspor karşısında. Köşe vuruşu şimdi kullanıldı. Kale alanı bomboş pozisyon ve top alan. Fayzullayev aldı, bekledi, vurdu. Çekti. Şimdi vurdu kaleci, ikinci şans. Ömer Ali. Fayzullayev o topu beklemiyordu ama top bu arada. Fayzullayev hareketli. Karşı karşı. Gaziantep Futbol Kulübü savunmalardan ağları böyle buldu. Fayzullayev geliyor. Fayzullayev! Gol! Nefis gol! Harika gol! Muazzam vuruyor. Gol atıyor. Artificial love, we just make it up. 'Cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up. 'Cause we already lost, addicted to the rush. I never meant to fall. All I wanted was a touch of artificial love. We just make it up. 'Cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up. Artificial love. Artificial love. Artificial love. We just make it up. 'Cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up. 'Cause we already lost, addicted to the rush. Never meant to fall. All I wanted was a touch. 'Cause we already lost, addicted to the rush. I never meant to fall. All I wanted was a touch. Artificial love. Artificial love. Artificial love. We just make